Qadrli do'stlar, bu qandagi may bak yuqori, yepishqoqligi yuqori, eg'irligi eshib ketgan, jiyani may qaplab ketgan, tajisman yurak kasali, taniyobing bor do'stlarningki, eg'irligini yengiltish uchun badanninki mush qandagi maylarni serib, badanninki alayda mush toksinni haydash uchun bununla cüzün postu bilen müşta yalpaqlab mani silib aldık. Ayna qutiga silib elib, bununla az miqdarda müşu navat saldık. Navat silib, anadın keyin bununla üzüm sirkisi mana üzüm sirkisi bilen çılaşıqçı quyimiz bu üzüm sirkisini. Muşunda quyup, bunu 3 gün dümleymiz. 3 gün dümlep anandan keyin yarım piyaldan kunda 3 vaqtdan 2 vaqtgacha ichib bergan chaqda nayte yaxshi unumga erishgil bo'ldi. Badan eg'irligi tushdi, qandagi mayni tövaltidi, qonning yepishqoqligini tövaltidi va qandagi qon axlatlarini tozalash badanningki o'sha had hisobsiz qo'zoqqa may yig'ilib samrib ketgan do'stlarningki ishiltishiga nayte mos keldi do'stlar.